Homilaning yurak urishi normada qancha bo'lishi kerak va buni har bir homilador ayol bilishi shart. Eng zo'r tavsiyam bor, videoni oxirigacha ko'ring, aytib o'taman. Homilaning yurak urishi normada 120 dan kam bo'lishi kerak emas va 170 dan baland bo'lishi kerak emas. Normada shu oraliqda bo'lishi kerak. Nima uchun homilaning yuragi tez uradi? Sababi moddalar almashinuvi kuchli bo'lganligi uchun va homila tez o'sganligi uchun homilaning yurak urishlari tez bo'ladi. Homilaning yurak urishini norma holatdaligini ushlab turishimiz uchun sizga aytadigan tavsiyamga e'tiborli bo'ling. Uyda har kuni 2-2,5 litr suyuqlik ichishga odatlaning. Chunki bu suyuqlik miqdorini organizmda norma bo'lishi qonda quyilib qolishini oldini oladi va qon bosimini tushib ketishini oldini oladi. Agar sizda homilangizni yuragi oxirgi marta o'lchaganingizda nechta chiqqanini kommentariyalarda yozib qoldiring va bizning sahifamizga obuna bo'ling.